Birodarim, siqilma. Rizqing kafolatlangan. Yozilgan kuni keladi. Faqat yozilgan kuni keladi. Ungacha shoshilma. Erta ham emas, kech ham emas. Allohdan taqvo qil, halol bo'l, xayr sadaqalarni qodir bo'lganicha qil, siyra-i rahmni qoyim qil, ota-onaning xizmatida bo'l, sabablarni qil, Allohga tavakkul qil. Tamom. Rizqni o'ylab siqilma. Saodatning 30-sababi uni o'zi o'ylamagan tomondan rizqlantirur. Namoz o'qimagan odam kofir bo'lmaydi. U qattiq gunohkor bo'ladi. Roza tutmagan, hajga bormagan, qodir bo'lib turib, gunohkor bo'ladi, ammo kofir bo'lmaydi. Ammo ulamolardan masxaralash, ularni behurmat qilish deydi, ulamolar kufr deb aytayapti. Aqidaviy masala ekan, ukalar, ko'zinglarni katta ochinglar. Ulamolarni yomon ko'rmaylik. Ulamolarni yomon ko'rish, ularni masxaralashlik, besabab yomon ko'rishlik akalar kufrga olib borib qo'yadi. Bu aqidaviy masala. Besabab yomon ko'rasiz falonchi olimni. Olimda sizni so'kmadi, sizni molingizni tortib olmadi, ochiq fisq fujurni ko'rganingiz yo'q. Faqat falonchi yomon deganligi uchun yomon deb yuribsizlar. Bir marta muomala qildingmi? Yo'q. Safarga chiqdingmi? Yo'q. Pul muomala qildingmi? Yo'q. Qo'shnichilik qildingmi? Yo'q. Nimaga yomon ko'raman deyapsan uni? Nimaga yomon deyapsan uni?